Я не верю! Blogerlarga brendlar nimalarga borishadi? Bu o'zi meni sevimli firmam Lagomdan. Oh, я помню, qanaqa birinchi marta men Lagomdan produksiyalarni ishlatganman va birinchi marta Lagomdan sovg'a olganman. Это было так приятно va неожиданно. Aynan shu brend bilan meni birinchi сотрудничеством boshlangan. Я не верю! Это ж вы сейчас серьезно? Lagom? У нас серьезный разговор. Давайте просто hozir qaramayman va buni oxirga olib qo'yamiz. Men umuman ожидать qilmagandim, lekin kelinglar birinchi kosmetikani ko'ramiz. Maski тоже обожаю. O'zim xarid qilgandim va bular narxi 5 ta. Это сейчас. Pedi. Aynan shu narsani men juda ham ishlab ko'rmoqchi edim, chunki hamma beauty influencerlar zarubежda buni уже test qilib ko'rishgan. Ishonasizmi yo'qmi, aynan shu kremni men aprel oyidan beri ishlatib kelyapman va haligacha tugamagan. Keyingisi bu bizda umывалка Mist Toner. Ya'ni yuzga. Это так освежает. Shunaqa qilib bularni hammasini test qilib, o'zi buni ham men qoldiraman. Bu esa o'sha hammada viral bo'lgan legendarniy maska. A также sunscreen. Bu sunscreenlari ham menda tugab ketgandi. SPF. Keyingi box bu bizda Splat firmasidan. Adashmasam, Splatni уже как 5 yildan beri o'zimiz ishlatamiz va bu yerda hozir bizda ikkita shotka, bittasi взрослый, bittasi детский. Va hamda men yaxshi ko'radigan pastalar. Bu yerda menga hozir eng keraklisi bu Отбеливание Plus. Lechebные travы. Kuzda biokalsiy va men shuni ukamga beraman, chunki tishlari yemirilib ketyapti kichkinani. Ammo хотя вот bizda bu yerda Splat Junior bor, ya'ni yosh bolalar uchun такой мороженое ta'mi keladi. Splat firmasiga ham kattakon rahmat. Ana endi videoni kulminatsiyasi. Qizlar, qaysi biridan boshlaymiz, bu yoki bu? Нет, давайте с вот этого. Blush. Румяна. Look at this, guys. Oh my god. Это очень красиvo. Люкс mana shu yerdan boshlandi. Endi dальше только выше. Uzr rushan ko'p qo'shib o'rgatganim uchun, chunki уже o'zim vpечатленияlarim boshqacha ta'riflab berish qiyin. Вот ikkita paket bor. Va bu bizda прямиком Koreyadan. Miss Dior. Menga yoqdi. Я не знаю, что. Shunaqa qilib Lagomga kattakon rahmat. Aytgancha meni Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang, chunki barcha podrobniy obzorlar aynan o'sha yerda chiqadi.